Yaxshi so'z odamga kuch bo'ladi, odamga quvvat bo'ladi, mehrni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Qo'pol so'z odamning kuchini ketkizib qo'yadi, mehrini so'ndiradi. Qo'pol gap gapirsa farzandlariga, Rasulullohdan hadis bor. Bir ota-ona farzandini haqoratlasa, esi yo'q, ahmoq, eshak, mol deydi ba'zi birlar. Yurisul faqr, faqirlikni keltirib chiqaradi. O'sha bola 1-2 bo'lmaydigan zaif, nochor, notavon bola bo'lishiga sabab bo'ladi. Xonadondagi fayz, tarovat bu naqshi-nigorli, marmarli uylarda emas. Er va xotinning bir-biriga bo'lgan samimiyligida.